Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlarim. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzu sizning kelajagingiz va oilangizning farovonligi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Siz hozirda nafaqada bo'lsangiz ham yoki nafaqa yoshga yaqinlashayotgan bo'lsangiz ham bu ma'lumot sizni befarq qoldirmaydi. Men sizga shunday bir nafaqa ustiga qo'shimcha to'lov haqida so'zlab beramanki, ko'pchilik pensionerlarimiz hatto uning mavjudligidan ham bexabar. Bu haqiqatan ham juda muhim va ko'pincha odamlardan yashiriladigan, ochiqchasiga aytilmaydigan bir imkoniyatdir. Bu ma'lumotni bilish nafaqat sizning moddiy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilaydi, balki adolatni tiklashga ham xizmat qiladi. Shuning uchun bugungi videomizni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, har bir so'zimga e'tibor bering va hoziroq kanalimizga obuna bo'ling. Videoga esa like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumot imkon qadar ko'proq insonga yetib borishi kerak. Ishoning, bu sizning va yaqinlaringizning kelajagi uchun qilingan eng to'g'ri investitsiya bo'ladi. Endi esa muammoning mohiyatiga o'taylik. Avvallari nafaqa tizimi biroz boshqacharoq ishlagan. Ko'pgina hollarda pensionerlarga to'lanadigan ustama va qo'shimcha to'lovlar avtomatik tarzda hisoblanar edi yoki bu haqda tushuntirish ishlari markazlashgan holda olib borilardi. Ammo vaqt o'tishi bilan qonunchilikda juda ko'p o'zgarishlar yuz berdi. Yangi tartiblar joriy etildi, ba'zi imtiyozlar bekor qilindi, boshqalar esa joriy etildi. Ammo ular haqida jamoatchilikka yetarli darajada ma'lumot berilmadi. Natijada ko'plab pensionerlar o'zlariga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlardan bexabar qolib, ularni olmasdan yashashda davom etishmoqda. Bugungi kunda ahvol shundayki, agar siz o'zingiz huquqlaringizni bilmasangiz va ularni talab qilmasangiz, sizga hech kim hech narsa bermaydi. Bu nafaqat nafaqa tizimiga, balki boshqa ijtimoiy imtiyozlarga ham tegishli. Ya'ni ilgari davlat o'zi biladi degan tushuncha mavjud bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda davlat sizning huquqlaringizni ta'minlaydi, ammo siz ularni bilishingiz va talab qilishingiz kerak degan tamoyil amal qilmoqda. Bu aslida adolatli tizimning bir qismi bo'lishi mumkin, ammo axborotning yetishmasligi sababli u ko'pchilik uchun muammoga aylanmoqda. Keling, endi bu qo'shimcha to'lov haqida batafsilroq gaplashaylik. Gap shundaki, ba'zi pensionerlarga ularning oilaviy ahvoli yoki mehnat stajini inobatga olgan holda nafaqaga qo'shimcha ravishda ma'lum miqdordagi mablag' to'lanishi belgilangan. Bu ayniqsa o'quvchisini yo'qotganlar, nogironligi bo'lganlar, shuningdek uzoq muddatli mehnat stajiga ega bo'lganlar yoki maxsus sharoitlarda ishlaganlar uchun muhim. Kim tashvishlanishi kerak va kimga bu ma'lumot unchalik ham tegishli emas. Birinchi navbatda oilasida mehnatga layoqatsiz qaramog'ida bo'lgan shaxslar bor pensionerlar. Agar sizning qaramog'ingizda voyaga yetmagan farzandlaringiz bo'lsa yoki oliy o'quv yurtlarida kunduzgi bo'limda tahsil olayotgan 23 yoshgacha bo'lgan talaba farzandlaringiz bo'lsa, shuningdek nogironligi bor oila a'zolaringiz bo'lsa, siz albatta bu qo'shimcha to'lovga haqlisiz. Bu juda muhim nuqta. Chunki ko'pchilik pensionerlar faqatgina o'zlarining shaxsiy nafaqasi bilan cheklanib qolishadi va oila a'zolariga bo'lgan imtiyozlardan bexabar qolishadi. Endi esa bir nechta aniq misollarga murojaat qilaylik. Birinchi misol. Tasavvur qiling. Toshkent shahrida yashovchi 70 yoshli Oysha momo ertalabdan kechgacha bozorda ishlaydi. Chunki uning qaramog'ida universitetda shartnoma asosida o'qiydigan nabirasi bor. Oysha momo nabirasining ota-onasidan juda bo'lgan va u nabirasining vasisi hisoblanadi. Oysha momoning oylik nafaqasi 1 million so'm atrofida. U har oy nabirasining shartnomasiga pul to'lashi, uni kiyintirishi va boqishi kerak. Oysha momo har bir so'mga ehtiyoj sezadi. U nabirasining 23 yoshga to'lguniga qadar yoki o'qishini tugatguniga qadar uning qaramog'ida ekanligi sababli nafaqasiga qo'shimcha ustama olish huquqiga ega ekanligidan mutlaqo bexabar. Agarda Oysha momo buni bilganida va tegishli hujjatlarni taqdim etganida, uning nafaqasiga har oy 300 ming so'm, bu shartli raqam, aniq miqdor qonunchilikda belgilangan asosiy hisoblash miqdoriga bog'liq qo'shimcha to'lanishi mumkin edi. Bu qo'shimcha pul Oysha momoga va uning nabirasiga juda katta yordam bo'lar edi. U nabirasini kamida bir oyga to'yimliroq boqish yoki kiyim-kechak olib berishi mumkin edi. Ikkinchi misol, Farhod aka 65 yoshli pensioner. O'z umrining dardi yilini qishloq xo'jaligida qo'za parvarishda o'tkazgan. Uning mehnat staji juda yuqori, ammo nafaqasi standart hisoblangan. Farhod akaning rafiqasi og'ir kasallik bilan kasallangan va to'shaqda yotadi. U nogironligi bo'lgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan. Farhod aka rafiqasining nogironligi tufayli
unga doimiy parvarish qilishga majbur. U ham nogironligi bor oila a'zosiga g'amxo'rlik qilayotgani uchun nafaqasiga qo'shimcha ustama olishi mumkin. Farhod aka o'zi nafaqa rasmiylashtirayotganida bu haqda hech kim aytmagan va u ham so'ramagan. Agarda u buni bilganida har oy nafaqasiga 2,5 so'm, yana shartli raqam qo'shimcha olib, rafiqasining dori darmonlariga sarflashi yoki o'z ehtiyojlarini qondirishi mumkin edi. Bu Farhod aka va uning oilasi uchun katta yordam bo'lar edi. Ayniqsa hozirgi qimmatchilik sharoitida. 3-misol. Dilshod aka Oltundan yoshli pensioner shaharning olis hududida joylashgan maktabda 35 o'qituvchi bo'lib ishlagan. Uning nafaqasi 2 million so'm. Dilshod aka uzoq yillar davomida qishloq joylarda ishlaganligi sababli unga nafaqaga qo'shimcha qishloq joylarda ishlaganlik uchun ustama berilishi lozim. Bu turdagi ustamalar ko'pincha maxsus mehnat sharoitlari yoki uzoqlashgan hududlarda ishlaganlik deb nomlanadi va o'qituvchilar, shifokorlar kabi kasb egalariga tegishli bo'lishi mumkin. Lekin Dilshod akaga nafaqa tayinlashda bu imtiyoz hisobga olinmagan. Chunki u bu haqda so'ramagan va nafaqa jamg'armasi xodimlari ham har doim bu haqda to'liq ma'lumot berishavermaydi. Agar Dilshod aka bu ustamani olganda, uning nafaqasi yana 200 ming, 300 ming so'mga ko'payishi mumkin edi. Bu uning oylik budjetini sezilarli darajada yaxshilaydi va shu pullarga o'zining bo'sh vaqtini maroli o'tkazishi yoki sog'lig'ini tiklashi mumkin edi. Kimga tashvishlanish shart emas. Agar sizning qaramog'ingizda mehnatga layoqatsiz oila a'zosi bo'lmasa, maxsus mehnat sharoitlarida ishlamagan bo'lsangiz yoki qonunchilikda belgilangan boshqa qo'shimcha to'lovlarga asos bo'ladigan holatlaringiz bo'lmasa, demak bu ustama sizga tegishli emas. Ammo shuni ham unutmangki, har bir holat individualdir. Shu sababli shubhalaringiz bo'lsa, albatta mutaxassislarga murojaat qilishingizni tavsiya qilaman. Axir nafaqa hisoblash tizimi juda murakkab bo'lishi mumkin va oddiy fuqaro uchun uning barcha nozik jihatlarini tushunish oson emas. Endi esa qoidalaridagi istisnolarga, tuzoqlarga va ko'zdan panada qoladigan nozik jihatlarga to'xtalib o'tamiz. Birinchidan, bu qo'shimcha to'lovlar avtomatik tarzda tayinlanmasligi mumkin. Ko'pgina hollarda siz bu to'lovni olish uchun ariza bilan murojaat qilishingiz va tegishli hujjatlarni taqdim etishingiz shart. Bu ayniqsa yangi paydo bo'lgan holatlarga tegishli, masalan, qaramog'ingizda farzand tug'ilishi, garchi bu nafaqa yoshida kam uchrasa ham, oila a'zoyingizning nogironlikka chiqishi yoki sizning mehnat sharoitlaringiz o'zgarishi. Ikkinchidan, ayrim hollarda sizga bu haqda nafaqa jamg'armasi xodimlari tomonidan yetarli ma'lumot berilmasligi mumkin. Bu ularning beparvoligi yoki shunchaki yangi qonun qoidalar haqida o'zlarining ham to'liq xabardor emasliklari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ularni ayblashdan ko'ra o'zingiz faol bo'lishingiz muhimroq. Uchinchidan, ba'zi bir ustamalar uchun muddat cheklovlari mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, oliy o'quv yurtida o'qiyotgan farzand uchun to'lanadigan ustama faqat farzandning 23 yoshga to'lguniga qadar yoki u o'qishini tugatguniga qadar amal qiladi. Agar farzandingiz o'qishini tugatsa yoki ishga kirsa, bu ustama to'xtatiladi. Shu sababli siz o'z oilaviy ahvolingizdagi har qanday o'zgarishlar haqida nafaqa jamg'armasini o'z vaqtida xabardor qilishingiz lozim. Agar xabar bermasangiz va ortiqcha to'lov qabul qilsangiz, keyinchalik bu pullar sizdan undirib olinishi mumkin. Bu ba'zan pensionerlar uchun kutilmagan va yoqimsiz holatlarni keltirib chiqaradi. 4-dan, ba'zi ustamalar uchun ma'lum bir staj yoki ishlagan joyga oid talablar bo'lishi mumkin. Misol uchun, maxsus mehnat sharoitlari uchun ustama olish uchun sizning mehnat daftarchangizda yoki arxivingizda tegishli yozuvlar bo'lishi shart. Agar bu yozuvlar yo'q bo'lsa yoki noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, ustama olish imkoniyati cheklanishi mumkin. Shuning uchun nafaqa yoshiga yetishdan ancha oldin o'zingizning mehnat daftarchangizdagi yozuvlarning to'g'riligini tekshirib chiqishingiz juda muhimdir. Agar xatoliklar yoki kamchiliklar bo'lsa, ularni oldindan tuzatish choralarini ko'ring. Bu sizga kelajakda bosh o'rigidan qutulishga yordam beradi. 5-dan, nafaqa miqdoriga ta'sir qiluvchi yana bir nozik jihat. Bu nafaqa miqdorini qayta hisoblash masalasi. Ba'zida qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlar natijasida nafaqa miqdorlari oshiriladi. Bu holatda sizning nafaqangiz ham qayta hisoblanishi kerak. Biroq agar sizda qo'shimcha to'lovlar mavjud bo'lsa, ularning miqdori ham ushbu qayta hisoblashga mutanosib ravishda o'zgarishi kerak. Ko'pincha nafaqa jamg'armasi tizimi avtomatik ravishda barcha qayta hisoblashlarni to'g'ri bajarmasligi mumkin. Shuning uchun
har safar nafaqa miqdori oshirilganida siz o'zingizning qo'shimcha to'lovlaringiz ham to'g'ri hisoblanganligini tekshirib turishingiz zarur. Bu sizning huquqlaringiz himoyasi uchun muhimdir. Endi esa eng muhim qismga, amaliy maslahatlarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlar yig'ish kerak? Bir, astirish dastlabki qadam ma'lumot to'plash. Avvalo o'zingizning shaxsiy holatingizni, oilaviy ahvolingizni va mehnat stajingizni diqqat bilan tahlil qiling. Yuqorida sanab o'tilgan misollarda o'zingizni topdingizmi? Oilangizda qaramog'ingizda bo'lgan voyaga yetmagan farzandlar, 23 yoshgacha bo'lgan kunduzgi bo'lim talabalari yoki nogironligi bor shaxslar bormi? Siz maxsus mehnat sharoitlarida, masalan, zararli ishlab chiqarishda olis hududlarda ko'p yillar davomida ma'lum bir kasbda ishlaganmisiz? Barcha shu savollarga javob toping. Ikki ish qayerga borish kerak? Asterisk. Siz yashash joyingizdagi O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Aynan shu muassasa nafaqaga tayinlash va to'lash masalalari bilan shug'ullanadi. Unutmang, sizga boshqa idoralarga borishni tavsiya qilishlari mumkin, ammo sizning asosiy manzilingiz aynan shu pensiya jamg'armasidir. O't. Astarish qanday hujjatlar kerak? Hujjatlar ro'yxati sizning holatingizga bog'liq. Ammo asosiy hujjatlar quyidagilardir. Pasport, sizning shaxsiy identifikatsiya hujjatlaringiz, nafaqa guvohnomasi, agar sizda allaqachon nafaqa tayinlangan bo'lsa, mehnat daftarchasi. Bu sizning mehnat stajingizni tasdiqlovchi asosiy hujjatdir. Agar sizda bir nechta ish joyi bo'lgan bo'lsa, barchasining yozuvlari aniq va to'g'ri bo'lishi kerak. Qaramog'idagi shaxslar uchun. Astirish tug'ilish haqidagi guvohnoma voyaga yetmagan farzandlar uchun. Nikoh guvohnomasi. Agar qaramog'ingizda turmush o'rtog'ingiz bo'lsa, u mehnatga layoqatsiz ekanligini tasdiqlovchi hujjat ham kerak. O'quv yurtidan ma'lumotnoma. Kunduzgi bo'limda o'qiyotgan farzandlar uchun unda o'qish muddati va bosqichi ko'rsatilgan bo'lishi shart. Nogironlik haqidagi ma'lumotnoma. Tibbiy mehnat ekspert komissiyasi, ya'ni tamakdan olingan ma'lumotnoma. Vasiylik yoki homiylik haqidagi hujjat, agar siz vasiy yoki homiy bo'lsangiz. Maxsus mehnat sharoitlari uchun ish joyidan ma'lumotnoma, ishlagan davringiz. Lavozimingiz va mehnat sharoitlari ko'rsatilgan holda arxivdan olingan ma'lumotnomalar. Ba'zan, ayniqsa eski hujjatlarda kamchiliklar bo'lishi mumkin. Shuning uchun oldindan arxivga murojaat qilib, barcha ma'lumotlarni aniqlashtirish tavsiya etiladi. Boshqa hujjatlar. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizning individual holatingizga qarab qo'shimcha hujjatlarni so'rashlari mumkin. 4. Qanday ariza yozish kerak? Asterisk, siz pensiya jamg'armasiga murojaat qilganingizda, ular sizga namunaviy ariza shaklini taqdim etishlari shart. Siz ushbu arizani to'ldirasiz va unda nafaqangizga qo'shimcha to'lov tayinlashni so'raysiz. Arizada o'zingizning holatingizni, ya'ni qaramog'ingizdagi shaxslarni yoki maxsus mehnat sharoitlarida ishlaganingizni qisqacha bayon etishingiz mumkin. Eng muhimi, barcha hujjatlaringizni to'g'ri va to'liq taqdim eting. Arizangizni 2 nusxada tayyorlab, bir nusxasini pensiya jamg'armasi xodimiga topshiring va ikkinchi nusxasiga qabul qilib olganliklar haqida imzo va sana qo'ydirib oling. Bu kelajakda muammolar yuzaga kelganda sizning qo'lingizdagi isbot bo'ladi. 5. Arizani ko'rib chiqish muddati. Odatda ariza va hujjatlar 10 ish kuni ichida ko'rib chiqiladi, ammo ba'zi hollarda qo'shimcha tekshiruvlar yoki so'rovlar talab qilinganda bu muddat uzayishi mumkin. Sizga qaror qabul qilingandan so'ng yozma ravishda xabar berilishi shart. 6. Astrix, agar rad javobini olsangiz, agarda sizga qo'shimcha to'lovni tayinlashni rad etsa, bu rad javobini yozma ravishda va aniq sabablarni ko'rsatgan holda olishni talab qiling. Bu yozma rad javobi bilan yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan, pensiya jamg'armasining viloyat bo'limiga yoki Moliya vazirligiga shikoyat qilish huquqingiz bor. Eng muhimi, huquqshunos bilan maslahatlashing. Ko'p hollarda pensionerlar o'z huquqlarini bilmaganliklari sababli rad javobiga rozi bo'lib ketaverishadi. Ammo sizning har bir huquqingiz qonun bilan himoyalangan. Xulosa qilib aytganda, bugungi videoda men sizga pensionerlardan ko'pincha yashiriladigan, ammo ularning hayotini sezilarli darajada yaxshilay oladigan muhim qo'shimcha to'lov haqida gapirib berdim. Bu oddiygina moliyaviy qo'llab-quvvatlash emas, balki adolatni tiklash va sizning mehnatlaringizni e'tirof etishdir. O'zingizning huquqlaringizni bilish va ularni talab qilishdan qo'rqmang. Davlatimiz sizning hayotingizni yaxshilashga qaratilgan qonunlar qabul qiladi.
Ammo ulardan foydalanish uchun sizning faolligingiz juda muhim. Hurmatli tomoshabinlarim, umid qilamanki, bu ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va boshqa pensionerlar uchun foydali bo'lishi mumkin bo'lgan shaxsiy tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu video imkon qadar ko'proq insonga yetib borishi uchun unga like bosing va do'stlaringizga, oila a'zolaringizga yuboring. Kim biladi, ehtimol bu video ularning hayotini butunlay o'zgartirib yuborar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki biz siz uchun yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlarni tayyorlab qo'yganmiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'ling, count check in progress. We'll adjust if needed by adding more verbose explanations or examples to meet the 10-minute 30 range. Current output looks substantial, likely within range or slightly below. We'll add more detail if needed. Let's re-evaluate character count and add more depth where appropriate to ensure it reaches the target. I need to make sure every explanation is as thorough as possible. I will go through each section again, adding more descriptive language and further elaborations. For example, when discussing maxsus mehtoj sharoitlari, I can add more specific examples of such conditions. Masalan, siz to'qon sanoatida kimyo ishlab chiqarishda og'ir kasalliklar bilan bog'liq tibbiy muassasalarda o'ta xavfli hududlarda, masalan, radioaktiv moddalar bilan ishlagan bo'lsangiz yoki shimoliy hududlarda. O'zbekiston sharoitida kamroq dolzarb bo'lsa ham, ba'zi hududlar o'ziga xos iqlimi bilan ajralib turishi mumkin, ishlagan bo'lishingiz mumkin. Har bir bunday ish turi o'ziga xos me'yoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi va uning ustama miqdori ham turlicha bo'lishi mumkin. Ba'zida bu ustamalar nafaqaga nisbatan foizlarda, ba'zida esa belgilangan qat'iy summada to'lanadi. Muhimi, sizning mehnat daftarchangizda yoki arxiv hujjatlarida bu ish joylari, lavozimlar va ishlagan muddatlar aniq ko'rsatilgan bo'lishi lozim. Hatto bir necha yil davomida bunday sharoitlarda ishlash ham sizga qo'shimcha to'lovga ega bo'lish huquqini berishi mumkin. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizga bu borada aniq qonuniy ma'lumotlarni taqdim etishlari shart. I will also expand on the importance of knowing your rights and proactive approach. Let's review the current text for opportunities to expand. The introduction is short, which is good. Core problem: how it was before and what has changed now. I can elaborate more on the reasons for the change. Ilgari Sovet ittifoqi davrida ijtimoiy ta'minot tizimi markazlashgan va davlat tomonidan to'liq nazorat qilinardi. Nafaqa tayinlash va turli xil ustamalar hisoblash jarayoni ko'proq avtomatik tarzda amalga oshirilardi. Chunki barcha ma'lumotlar davlat idoralari o'rtasida oson almashinardi. Ammo mustaqillik yillarida iqtisodiy islohotlar va bozor munosabatlariga o'tish bilan birga ijtimoiy ta'minot tizimi ham yangi qonun va qoidalar asosida shakllantirildi. Bugungi kunda bu tizim nafaqat davlatning ijtimoiy majburiyatlarini o'z ichiga oladi, balki fuqarolarning o'z huquqlari bo'yicha faolligini ham talab qiladi. Qonunchilik shiddat bilan o'zgarib borayotgani sababli nafaqa tizimiga doimiy ravishda yangi tartiblar kiritiladi. Ba'zi imtiyozlar bekor qilinib, ularning o'rniga boshqalari joriy etiladi. Afsuski, bu o'zgarishlar haqida jamoatchilikka yetarli darajada ma'lumot berilmaydi. Televideniya orqali umumiy xabarlar berilsa-da, aniq qadamlar va kimga qanday murojaat qilish kerakligi borasida batafsil yo'riqnomalar kam. Shu sababli ko'plab pensionerlar o'zlariga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlardan bexabar qolib, ularni olmasdan o'zlarining og'ir iqtisodiy sharoitlarida yashashda davom etishmoqda. Bu nafaqat ularning moddiy ahvoliga salbiy ta'sir ko'rsatadi, balki davlat tomonidan berilayotgan imkoniyatlardan foydalana olmaslikka ham olib keladi. Qolaversa, pensiya jamg'armasi xodimlari ham har bir pensionerning ahvolini yakka tartibda tahlil qilib, unga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan barcha imtiyozlarni sanab berishga majbur emaslar. Ularning vazifasi sizning arizangizga asosan qonun doirasida nafaqa tayinlash va hisoblashdir. Shunday ekan, o'z huquqlaringizni bilish va ularni talab qilish hozirgi zamon talabidir. I'll proceed with this level of detail throughout the script. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlarim. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzu sizning kelajagingiz va oilangizning farovonligi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Siz hozirda nafaqada bo'lsangiz ham yoki nafaqa yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz ham, bu ma'lumot sizni befarq qoldirmaydi. Men sizga shunday bir nafaqa ustiga qo'shimcha to'lov haqida so'zlab beramanki,
ko'pchilik pensionerlarimiz hatto uning mavjudligidan ham bexabar. Bu haqiqatan ham juda muhim va ko'pincha odamlardan yashiriladigan, ochiqchasiga aytilmaydigan bir imkoniyatdir. Bu ma'lumotni bilish nafaqat sizning moddiy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilaydi, balki adolatni tiklashga ham xizmat qiladi. Shuning uchun bugungi videomizni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, har bir so'zimga e'tibor bering va hoziroq kanalimizga obuna bo'ling. Videoga esa like bosishni unutmang, chunki bu ma'lumot imkon qadar ko'proq insonga yetib borishi kerak. Ishoning, bu sizning va yaqinlaringizning kelajagi uchun qilingan eng to'g'ri investitsiya bo'ladi. Endi esa muammoning mohiyatiga o'taylik. Avvallari nafaqa tizimi biroz boshqacharoq ishlagan. Ilgari Sovet Ittifoqi davrida ijtimoiy ta'minot tizimi markazlashgan va davlat tomonidan to'liq nazorat qilinardi. Nafaqa tayinlash va turli xil ustamalar hisoblash jarayoni ko'proq avtomatik tarzda amalga oshirilardi. Chunki barcha ma'lumotlar davlat idoralari o'rtasida oson almashinardi. Pensiya jamg'armasi yoki uning o'tmishdoshlari har bir pensionerning shaxsiy ishini to'liq ko'rib chiqib, unga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan barcha imtiyozlarni o'zi hisobga olar edi. Fuqarodan esa ko'pincha minimal darajadagi hujjatlar talab qilinar edi. Qolgan ma'lumotlarni davlat organlari o'zlari to'plardi. Bu esa pensionerlar uchun juda qulay edi. Ular o'z huquqlari borasida kamroq tashvishlanar edilar. Ammo mustaqillik yillarida iqtisodiy islohotlar va bozor munosabatlariga o'tish bilan birga ijtimoiy ta'minot tizimi ham yangi qonun va qoidalar asosida shakllantirildi. Bugungi kunda bu tizim nafaqat davlatning ijtimoiy majburiyatlarini o'z ichiga oladi, balki fuqarolarning o'z huquqlari bo'yicha faolligini ham talab qiladi. Qonunchilik shiddat bilan o'zgarib borayotgani sababli nafaqa tizimiga doimiy ravishda yangi tartiblar kiritiladi. Ba'zi imtiyozlar bekor qilinib, ularning o'rniga boshqalari joriy etiladi. Bu o'zgarishlar iqtisodiy samaradorlikni oshirish, byudjet yukini optimallashtirish va ijtimoiy adolatni ta'minlash maqsadida amalga oshiriladi. Afsuski, bu o'zgarishlar haqida jamoatchilikka yetarli darajada ma'lumot berilmaydi. Televideniye orqali umumiy xabarlar berilsa-da, aniq qadamlar va kimga qanday murojaat qilish kerakligi borasida batafsil yo'riqnomalar kam. Natijada ko'plab pensionerlar o'zlariga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlardan bexabar qolib, ularni olmasdan o'zlarining og'ir iqtisodiy sharoitlarda yashashda davom etishmoqda. Bu nafaqat ularning moddiy ahvoliga salbiy ta'sir ko'rsatadi, balki davlat tomonidan berilayotgan imkoniyatlardan foydalana olmaslikka ham olib keladi. Qolaversa, pensiya jamg'armasi xodimlari ham har bir pensionerning ahvolini yakka tartibda tahlil qilib, unga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan barcha imtiyozlarni sanab berishga majbur emaslar. Ularning vazifasi sizning arizangizga asosan qonun doirasida nafaqa tayinlash va hisoblashdir. Shunday ekan, o'z huquqlaringizni bilish va ularni talab qilish hozirgi zamon talabidir. Bu aslida adolatli tizimning bir qismi bo'lishi mumkin, ammo axborotning yetishmasligi sababli u ko'pchilik uchun muammoga aylanmoqda. Keling, endi bu qo'shimcha to'lov haqida batafsilroq gaplashaylik. Gap shundaki, ba'zi pensionerlarga ularning oilaviy ahvoli yoki mehnat stajini inobatga olgan holda nafaqaga qo'shimcha ravishda ma'lum miqdordagi mablag' to'lanishi belgilangan. Bu ayniqsa boquvchisini yo'qotganlar. Garchi ular uchun alohida nafaqa turi bo'lsa ham, ba'zi hollarda bu ustamalar ularning nafaqasiga qo'shilishi mumkin. Nogironligi bo'lganlar, shuningdek, uzoq muddatli mehnat stajiga ega bo'lganlar yoki maxsus sharoitlarda ishlaganlar uchun muhim. Bu qo'shimcha to'lovlar pensionerning umumiy daromadini sezilarli darajada oshirishi va ularning turmush darajasini yaxshilashi mumkin. Kim tashvishlanishi kerak va kimga bu ma'lumot unchalik ham tegishli emas? Birinchi navbatda oilasida mehnatga layoqatsiz qaramog'ida bo'lgan shaxslar bor pensionerlar. Agar sizning qaramog'ingizda voyaga yetmagan farzandlaringiz bo'lsa yoki oliy o'quv yurtlarida kunduzgi bo'limda tahsil olayotgan 23 yoshgacha bo'lgan talaba farzandlaringiz bo'lsa, bu o'z ichiga o'gay farzandlarni, vasiylikdagi farzandlarni ham olishi mumkin. Shuningdek, nogironligi bor oila a'zolaringiz bo'lsa, masalan, to'shaqda yotuvchi turmush o'rtog'ingiz, og'ir kasal ota-onangiz, doimiy parvarishga muhtoj farzandingiz. Siz albatta bu qo'shimcha to'lovga haqlisiz. Bu juda muhim nuqta. Chunki ko'pchilik pensionerlar faqatgina o'zlarining shaxsiy nafaqasi bilan cheklanib qolishadi va oila a'zolariga bo'lgan imtiyozlardan bexabar qolishadi. Shuni ham ta'kidlash joizki, ayrim hududlarda yashovchi yoki ayrim kasb egalari, masalan, shifokorlari, o'qituvchilar, irrigatsiya sohasi xodimlari
uchun ham o'ziga xos ustamalar belgilangan bo'lishi mumkin. Endi esa bir nechta aniq misollarga murojaat qilaylik. Birinchi misol, tasavvur qiling. Toshkent shahrida yashovchi etamidagi yoshli Oysha momo ertalabdan kechgacha bozorda ishlaydi. Chunki uning qaramog'ida universitetda shartnoma asosida o'qiydigan navarasi bor. Oysha momo navarasining ota-onasidan judo bo'lgan va u navarasining vasiysi hisoblanadi. Oysha momoning oylik nafaqasi 20 million so'm atrofida. U har oy navarasining shartnomasiga pul to'lashi, uni kiyintirishi va boqishi kerak. Oysha momo har bir so'mga ehtiyoj sezadi. U navarasining 23 yoshga to'lguniga qadar yoki o'qishini tugatguniga qadar uning qaramog'ida ekanligi sababli nafaqasiga qo'shimcha ustama olish huquqiga ega ekanligidan mutlaqo bexabar. Qonunchilikka ko'ra, agar pensionerning qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bo'lsa, bu holatda kunduzgi bo'limda o'qiyotgan 23 yoshgacha bo'lgan navra uning nafaqasiga ma'lum foizlarda qo'shimcha ustama to'lanadi. Agarda Oysha momo buni bilganida va tegishli hujjatlarni taqdim etganida, uning nafaqasiga har oy 300 ming so'm. Bu shartli raqam aniq miqdor qonunchilikda belgilangan asosiy hisoblash miqdoriga bog'liq. Ammo bu kabi ustamalar bazaviy hisoblash miqdorining 33 bandahidan ehmandigacha bo'lishi mumkin, qo'shimcha to'lanishi mumkin edi. Bu qo'shimcha pul Oysha momoga va uning nabrasiga juda katta yordam bo'lar edi. U nabrasini kamida bir oyga to'yimliroq boqishi yoki kiyim-kechak olib berishi mumkin edi. Bu pullar uning turmush sharoitini ancha yaxshilaydi va u ko'rsatgan mehnati uchun munosib e'tirofni olgan bo'lar edi. Ikkinchi misol, Farhod aka, 65 yoshli pensioner, o'z umrining gardan yilini qishloq xo'jaligida go'za parvarishda o'tkazgan. Uning mehnat staji juda yuqori, ammo nafaqasi standart hisoblangan. Farhod akaning rafiqasi og'ir kasallik bilan kasallangan va to'shaqda yotadi. U tibbiy mehnat ekspert komissiyasi TMEK xulosasiga ko'ra birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan. Farhod aka rafiqasining nogironligi tufayli unga doimiy parvarish qilishga majbur va shu sababli boshqa ish topish imkoniyatiga ham ega emas. U ham nogironligi bor oila a'zosiga g'amxo'rlik qilayotgani uchun nafaqasiga qo'shimcha ustama olishi mumkin. Farhod aka o'z nafaqa rasmiylashtirayotganda bu haqda hech kim aytmagan va u ham so'ramagan. Sababi u har bir fuqaro o'z huquqlarini bilishi va ularni so'rashi kerakligini tasavvur ham qilmagan. Agarda u buni bilganida har oy nafaqasiga 20 ming so'm yana shartli raqam. Bu miqdor ham belgilangan bazaviy hisoblash miqdoriga bog'liq bo'ladi. Qo'shimcha olib rafiqasining dori-darmonlariga sarflashi yoki o'z ehtiyojlarini qondirishi mumkin edi. Bu Farhod aka va uning oilasi uchun katta yordam bo'lar edi. Ayniqsa hozirgi qimmatchilik sharoitida har bir so'm muhim ahamiyat kasb etadi. Bu qo'shimcha to'lov ularga tibbiy xarajatlarni qoplashda va kundalik ehtiyojlarini qondirishda katta yordam beradi. Uchinchi misol, Dilshod aka. 6 yoshli pensioner, shaharning olis hududida joylashgan maktabda 35 yil o'qituvchi bo'lib ishlagan. Ilkim 2 million so'm. Dilshod aka uzoq yillar davomida qishloq joylarda ishlaganligi sababli unga nafaqaga qo'shimcha qishloq joylarda ishlaganlik uchun ustama berilishi lozim. Bu turdagi ustamalar ko'pincha maxsus mehnat sharoitlari yoki uzoqlashgan hududlarda ishlaganlik deb nomlanadi va o'qituvchilar, shifokorlar, qishloq xo'jaligi mutaxassislari kabi kasb egalariga tegishli bo'lishi mumkin. Masalan, tokkon sanoatida, kimyo ishlab chiqarishda, og'ir kasalliklar bilan bog'liq tibbiy muassasalarda, o'ta xavfli hududlarda, masalan, radioaktiv moddalar bilan ishlagan bo'lsangiz yoki shunchaki aholi zik joylashmagan, infratuzilmasi rivojlanmagan qishloq hududlarda ishlagan bo'lishingiz mumkin. Har bir bunday ish turi o'ziga xos me'yoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi va uning ustama miqdori ham turlicha bo'lishi mumkin. Lekin Dilshod akaga nafaqa tayinlashda bu imtiyoz hisobga olinmagan. Chunki u bu haqda so'rmagan va nafaqa jamg'armasi xodimlari ham har doim bu haqda to'liq ma'lumot berishavermaydi. Agar Dilshod aka bu ustamani olganida uning nafaqasi yana 2000-3000 ming so'mga ko'payishi mumkin edi. Bu uning oylik byudjetini sezilarli darajada yaxshilaydi va u shu pullarga o'zining bo'sh vaqtini maroqli o'tkazishi yoki sog'ligini tiklash uchun zarur bo'lgan muolajalarni olishi mumkin edi. Bu ustamalar pensionerning hayoti davomida olgan xavf-xatarlari va qiyin sharoitlarda ishlaganini tan olish sifatida beriladi. Kimga tashvishlanish shart emas. Agar sizning qaramog'ingizda mehnatga layoqatsiz oila a'zosi bo'lmasa, maxsus mehnat sharoitlarida ishlamagan bo'lsangiz
yoki qonunchilikda belgilangan boshqa qo'shimcha to'lovlarga asos bo'ladigan holatlaringiz bo'lmasa, demak bu ustama sizga tegishli emas. Ammo shuni ham unutmangki, har bir holat individualdir. Shu sababli shubhalaringiz bo'lsa, albatta mutaxassislarga murojaat qilishingizni tavsiya qilaman. Axir, nafaqa hisoblash tizimi juda murakkab bo'lishi mumkin va oddiy fuqaro uchun uning barcha nozik jihatlarini tushunish oson emas. Ba'zida siz bilmagan va hatto tasavvur ham qilmagan imtiyozlar mavjud bo'lishi mumkin. Hurmatli tomoshabinlarim, umid qilamanki, bu ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va boshqa pensionerlar uchun foydali bo'lishi mumkin bo'lgan shaxsiy tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Izohlarda sizning savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Bu video imkon qadar ko'proq insonga yetib borishi uchun unga like bosing va do'stlaringizga, oila a'zolaringizga, ayniqsa nafaqa yoshidagi qarindoshlaringizga yuboring. Kim biladi, ehtimol bu video ularning hayotini butunlay o'zgartirib yuborar, ularga kutilmagan moddiy yordam olishga ko'maklashar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlarni tayyorlab qo'yganmiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.